Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun Samarqand viloyati institutlariga kirish ballarini ko'rib chiqamiz. Qabul 2026 bo'yicha yangi video. Ho'p, bu videoni boshlashdan oldin hammanglarga Telegramga kirib, Bahodirjon Mullajonov deb qattiq X bilan qidiringlar va Bahodirjon mana ochiqcha chizcha minus qo'yib, Mullajonov deb qidirasizlar. Meni mana 2639 ta obunachim bor. Mana bunaqa rasmli Telegram kanalim chiqadi. O'zim shaxsiy Telegram kanalim bu. Shu joyda IT'da, ya'ni kompyuterda eng foydali bilimlarni shu joyga post ko'rinishida yoki video darslarda link ko'rinishida tashlab boriladi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bu siz uchun ham, men uchun ham juda ham foydali bo'ladi. Ho'p, qani ketdik. Endi Samarqand institutlariga kirish ballari o'zingiz ham ko'rsangiz bo'ladi buni. Sizlardan ham tushuntiraman. Mana telefondan, kompyuterdan farqi yo'q. Istalgan qurilmadan qidiruv joyiga kirib olasizlar va xususiy universitetlar deb qidiringlar. Shunda sizga oson kirish yo'lini o'rgataman. Mana xususiy universitetlar deb qidirsam, birinchida chiqyapti mana Bilim va malakani baholash agentligining sayti uzbmb.uz sayti mana eski oldin test markazi bo'lgan, hozir Bilim va malakalarni baholash agentligi mana davlat tashkilotiga kirib ko'rsanglar, shu joydan ishonchli manbada bu. Endi har xil saytlarda bilmayman to'g'risi ma'lumotlar to'g'rimi, noto'g'rimi. Bu o'zi davlatniki, shuning uchun shu joydan ko'rgan yaxshi. Mana saytga kirganingizda qarang. Mana bu sarg'ida turganlar haqiqatdan mana xususiy universitetlar bo'ladi. Bularga kirib, shu xususiy universitetlarda ballarini, kontrakt narxlarini ko'rishingiz mumkin. Bizga eng past viloyatdagi eng past ballarni viloyatlar kesimida ko'rishimiz kerak. Bu uchun mana yashillarini ko'rsangiz, bu davlat universitetlari va kirib bu joydan o'tgan yilgi ballarni eng past kirish kontrakt narxlarini ko'raverasiz. Mana viloyatlarni mana tanlashingiz mumkin. Shu joydan mana bizga Samarqand viloyati, mana universitet Samarqand viloyatlari juda ko'p universitetlari. Shular bitta-bitta kirib ko'ramiz mana yashillarga. Birinchi bo'lib Samarqand davlat universiteti. Mana agrokimyo va tuproqshunoslik 85.7 ball bo'lgan. Men biologiya, kimyo deb keyin yo'nalishdan keyin balda aytaman. Bu kontrakt kirish balli bo'ladi. Eng past kontrakt narxi, kontrakt balli, uzr. Va ikkita fanda nomini aytib ketaman. Biologiya, kimyo deb bu kirish shu yo'nalishda kirish imtihoniga ketadigan fanlari. Mana men kunduzgi o'zbekchani o'qiyman faqat. Sizga kechki o'zbekcha yoki kunduzgi ruschasi kerak bo'lsa, shu saytga kirib o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Men faqat kunduzgi o'zbekchani o'qiyman. Agrokimyo tuproqshunoslik mana 85.7 ball bo'lgan 2025-yilda. Faqat 2025 oldingi yilgi ballarni o'qiyapman. Va biologiya, kimyoda imtihon bo'lgan. Agronomiya 57.8 ball kirish balli bo'lgan va biologiya, ya'ni eng past ball bo'lgan biologiya, kimyoda imtihon. Amaliy matematika 115.9 bo'lgan matematika, fizika imtihoni. Arxeologiya 75.6 bo'lgan tarix, geografiyadan imtihon bo'lgan. Axborot tizimlari va texnologiyalari 73.4 ball bo'lgan matematika, fizikadan imtihon. Bank ishi 118.7 ball bo'lgan kirish balli kontraktda matematika, chet tilidan imtihon bo'lgan. Biologiya yo'nalishi 132.3 ball kirish balli bo'lgan, biologiya, kimyodan imtihon bo'lgan. Xo'p, biotexnologiya 121.3 kirish balli bo'lgan, biologiya, kimyodan imtihon bo'lgan. Dasturiy injiniring matematika, fizikadan imtihon 71.3 kirish balli bo'lgan kontraktda. Davlat va jamiyat boshqaruvi 155.1 bo'lgan kirish balli, tarix, chet tilidan imtihon bo'lgan. Mana dizayn yo'nalishlari, jismoniy tarbiya yo'nalishlari, bular kasbiy ijodiy imtihon bo'ladi. Bularda ballini bilmayman. Balli berilgan, lekin qanaqa, nimaga qarab asoslangani bilmayman, imtihonlar qanaqa bo'lgan. Ekologiya yo'nalishi 83.5 bo'lgan kimyo, biologiyadan. Elektronika, asbobsozlik 56.9 kirish balli bo'lgan ekan, fizika, matematikada imtihon. Farmatsiya 109.7 ball bo'lgan kimyo, biologiyadan. Filologiya, tillarni o'qitish, o'zbek tili 149.5 bo'lgan, ona tili, chet tilidan imtihon. Rus tili 127.8 bo'lgan, tojik tili 81.5 bo'lgan, ona tili, chet tilidan imtihon. Turk tili 156.5 bo'lgan. Fizika yo'nalishi 60.20 bo'lgan, fizika, matematikadan imtihon. Fundamental tibbiyot 113.3 bo'lgan, kimyo, biologiyadan imtihon. Xo'p, geodeziya, gidroinformatika 58.8 bo'lgan, matematika, fizikadan imtihon. Geografiya 71.4 bo'lgan, geografiya, matematikada imtihon. Geologiya 62 ball bo'lgan, matematika, fizikadan. Ijtimoiy ish
69,5 ball bo'lgan biologiya ona tilidan imtihon. Inson resurslarini boshqarish 84 ball bo'lgan matematika chet tilidan. Iqtisodiyot yo'nalishi 138,2 ball kirish balli bo'lgan matematika chet tilidan imtihon. Kimyo 60 ball bo'lgan kimyo matematikadan imtihon. Kimyo muhandisligi 57,9 ball kirish balli bo'lgan kimyo matematikadan. Matematika 111,8 bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Mexanika muhandisligi 60 ball bo'lgan matematika fizikadan kirish balli. Psixologiya 95,3 ball bo'lgan biologiya ona tilidan imtihon. O'simlik himoyasi karantini 64,3 ball bo'lgan kimyo biologiyadan imtihon. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarni saqlash qayta ishlash texnologiyasi 56,8 kirish balli bo'lgan kimyo biologiyadan imtihon. Siyosatshunoslik 132 ball bo'lgan tarix chet tilidan imtihon. Sotsiologiya 65,3 bo'lgan matematika ona tilidan imtihon. Ijodiylarda bilim, sport faoliyati ijodiy bo'lgan bular. Sun'iy intellekt yo'nalishi 67,6 bo'lgan matematika chet tilidan imtihon. Tarix 123,7 bo'lgan tarix geografiyadan imtihon. Keyin yurisprudensiya 168,7 bo'lgan davlat huquq bilan chet tilidan imtihon. Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 56,7 kirish balli bo'lgan fizika matematikadan imtihon. Hop, keyingi universitetga o'taman. Samarqanddagi Samarqand davlat tibbiyot universiteti biotibbiyot muhandisligi 83,3 bo'lgan ekan fizika matematikada imtihon. Davolash ishi 182,4 bo'lgan biologiya kimyoda imtihon. Men tumanlarga nisbatan o'qimayman, bundan o'tib ketaman. Tak, farmatsiya 129,8 bo'lgan kimyo biologiyada imtihon. Fundamental tibbiyot 129,1 bo'lgan kimyo biologiyada imtihon. Hop, tumanlarga nisbatan o'qimayman dedim. Menejment matematika chet tilidan imtihon 109 ball bo'lgan. Oliy hamshiralik ishi biologiya kimyodan imtihon 151,7 bo'lgan. Pediatriya ishi 170,7 bo'lgan biologiya kimyodan imtihon. Keyin sanoat farmatsiyasi kimyo biologiyadan imtihon 118,9 bo'lgan. Stomatologiya 175 bo'lgan biologiya kimyodan imtihon. Tibbiy profilaktika ishi 131 bo'lgan kimyo biologiyadan imtihon. Bo'ldi. Keyingi universitetga o'tamiz yana. Xo'p, Samarqand viloyati bo'yicha Samarqand davlat chet tillari instituti. Arab tili 174 bo'lgan. Endi hammasi o'zim fani bo'yicha bo'ladi chet tillar. Fransuz tili bilan nemis tilini bali chiqmayapti nimagadir bu yil. Ingliz tili bo'yicha 175,6 bo'lgan. Ispan tili 163,6 bo'lgan. Italyan tili 167,9 bo'lgan. Koreys tili 171,7 bo'lgan. Nemis tili bali ko'rsatmayapti. Rus tilini o'zi 138,3 bo'lgan. Turk tili 165,3 bo'lgan. Xitoy tili 170,2 bo'lgan. Yapon tili qolib ketdi. 166,3 bo'lgan. Jurnalistika yo'nalishi ijodiy imtihon bo'ladi. Shunda ham aytib qo'yaman. 109 ball bo'lgan ekan ijodiy imtihon bilan. Kompyuter lingvistikasi 112,6 bo'lgan ona tili matematikadan imtihon. O'zbek tili adabiyoti ona tili chet tilidan imtihon 148,9 bo'lgan. Tarjima nazariyasi bo'yicha ingliz tili 172,5 bo'lgan. Rus tili 95,5 bo'lgan. Xitoy tili 145,2 bo'lgan. Turizm mehmondo'stlik yo'nalishi tarix chet tilidan imtihon 123,6 bo'lgan. Xorijiy til adabiyoti bo'yicha ingliz tili 174,3 bo'lgan. Keyingisiga o'tamiz. Keyingi universitetga. Xo'p, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti bank ishi yo'nalishi bo'yicha matematika chet tilidan imtihon 118,9 ball bo'lgan. Buxgalteriya hisobi 111,9 ball bo'lgan. Matematika chet tilidan imtihon. Inson resurslarini boshqarish 56,8 kirish balli bo'lgan. Matematika chet tilidan imtihon. Iqtisodiyot yo'nalishi 129,5 bo'lgan. Matematika chet tilidan imtihon. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 149,7 bo'lgan. Matematika chet tilidan imtihon. Logistika matematika chet tilidan imtihon 97,9 bo'lgan. Kirish balli kontrakt bo'yicha. Marketing matematika chet tilidan imtihon 95 ball bo'lgan kirish balli. Metrologiya standartlashtirish
Fizika matematikada imtihon 56,7 kirish balli bo'lgan. Moliya va moliyaviy texnologiyalar 114 ball bo'lgan matematika chet tilidan imtihon. Oziq ovqat texnologiyasi, kimyo biologiyadan 57 ball kirish balli bo'lgan deyarli. Kontrakt kirish eng past ball, ya'ni kirish balli. Soliq va soliqqa tortish matematika chet tilida imtihon 106,1 bo'lgan. Turizm mehmondo'stligi. Turizm va mehmondo'stlik tarix chet tilidan imtihon 109,8 bo'lgan. Hop, keyingi universitetga o'taman. Hop, Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universiteti. Ho'p, arxeologiya yo'nalishi, tarix geografiyadan imtihon, ball ko'rinmagan. Biznesni boshqarish. Ho'p, 109,4 bo'lgan ekan. Matematika chet tilidan imtihon. Filologiya tillarni o'qitish bo'yicha yapon tili. 158,8 bo'lgan ekan. Iqtisod yo'nalishi. 108,3 bo'lgan matematika chet tilidan imtihon. Logistika. 105,40 bo'lgan kontrakt eng past kirish balli matematika chet tilidan imtihon. Marketing yo'nalishi 93,9 bo'lgan matematika chet tilidan imtihon. Hop, muzeyshunoslik, muzey menejment va madaniy turizm. Tarix ona tilida imtihon ekan, bali chiqmagan. Nimaga ko'rinmayapti? Ingliz tili, tarjima nazariyasi bo'yicha ingliz tili. 168,4 bo'lgan. Koreys tili 163,8 bo'lgan. Xitoy tili 158,2 bo'lgan tarjima nazariyasi bo'yicha. Turizm va mehmondo'stlik 102,5 bo'lgan. Tarix chet tilidan imtihon. Xalqaro munosabatlar, tarix va chet tilidan imtihon 147,9 kirish balli bo'lgan kontrakt. Xo'p, endi keyingi universitet Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali. Ho'p, axborot texnologiya tizimlari 72,1 ball bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Bank ishi matematika chet tilidan imtihon 124,2 bo'lgan. Buxgalteriya hisobi matematika chet tilidan imtihon 117,5 bo'lgan. Iqtisodiyot yo'nalishi matematika chet tilidan imtihon 142,6 bo'lgan. Marketing yo'nalishi 109,2 ball bo'lgan matematika chet tilidan. Moliya va moliyaviy texnologiyalar matematika chet tilidan 123,8 ball bo'lgan. Soliq va soliqqa tortish bu ham matematika chet tilidan 113 ball kirish balli bo'lgan. Statistika bu ham matematika chet tilidan 85,8 bo'lgan kirish balli kontrakt bo'yicha. Hop, endi O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti. Hoy, O'zbekiston va Finlandiya pedagogika universiteti o'qitish kirish o'zbekcha ekan. Amaliy matematika, matematika fizikadan imtihon 97,9 bo'lgan kirish balli. Biologiya, biologiya kimyodan imtihon 129,9 ball bo'lgan ekan. Boshlang'ich ta'lim, ona tili matematikadan imtihon 137,3 kirish balli. Fizika, fizika matematikadan imtihon 63,3 kirish balli bo'lgan. Hop, geografiya. Geografiya matematika imtihon 64,4 kirish balli bo'lgan. Jismoniy madaniyatdan ijodiy imtihon bo'ladi. Kimyodan 62,3 bo'lgan kirish balli, kimyo matematikadan. Maktabgacha ta'lim 87,1 kirish balli, biologiya ona tilidan imtihon bo'lgan. Matematika 106,2 bo'lgan kirish balli, matematika fizikadan imtihon. Endi milliy g'oya va ma'naviyat asoslari 117 kirish balli bo'lgan, tarix ona tilidan imtihon. Musiqa ta'limi ijodiy bo'ladi to'liq. O'zbek tili adabiyoti 145,4 ball kirish balli, ona tili chet tilidan imtihon. Rus tili 83,8 bo'lgan. Bilmadim nimaga unaqa fanni ko'rsatdi. Pedagogika 99,2 bo'lgan, tarix ona tilidan imtihon. Psixologiya 94,9 bo'lgan, biologiya ona tilidan imtihon. Tarix 116 bo'lgan, tarix geografiyadan imtihon. Tasviriy san'at ijodiy to'liq. Texnologik ta'lim 58 ball bo'lgan, fizika matematikadan imtihon. Xorijiy til va adabiyot ingliz tili bo'yicha 172 bo'lgan kirish balli. Nemis tili, fransuz tili ball ko'rsatmayapti. Xo'p, keyingi universitetga o'taman. Xo'p, Samarqand davlat arxitektura va qurilish instituti.
kulolchilik, naqshchilik, zargarlik hammasi ijodiy imtihon bo'ladi. Arxitekturani ko'raman. 66.3 bo'lgan kirish bali, matematika ona tilidan imtihon. Arxitektura, yodgorlik, rekonstruksiya va restavratsiyasi 61.3 bo'lgan kirish bali, matematika ona tilidan. Atrof muhit muhandisligi 64 bo'lgan kirish bali, kimyo biologiyadan imtihon. Biznesni boshqarish tak 83.2 bo'lgan matematika chet tilidan imtihon. Dizayn, interior dizayn bu ham ijodiy imtihon. Buxgalteriya hisobi 73 bo'lgan matematika chet tilidan imtihon. Dizayn, kompyuter grafikasi, badiiy foto bu ham ijodiy imtihon. Landshaft dizayn, libos gaslamalar, dizayn yo'nalish hammasi ijodiy imtihonlar bular. Elektr muhandisligi 69 bo'lgan kirish bali fizika matematikadan. Energetika muhandisligi 61.7 bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Geodeziya va geoinformatika 60 ball bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Hayot faoliyati xavfsizligi 57.7 bo'lgan kirish bali matematika fizikadan imtihon. Iqtisodiyot 608 bo'lgan matematika chet tilidan imtihon. Kadastr yo'nalishi 67.4 bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Marketing 63.2 bo'lgan matematika chet tilidan imtihon. Nimaga marketing bunaqa past? Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 56.7 kirish bali bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Menejment 67.3 bo'lgan matematika chet tilidan imtihon. Mexanika muhandisligi 56.7 kirish eng past ball bo'lgan matematika fizikadan yo'nalishlar ichida. Mexatronika, robototexnika 56.9 robototexnika kirish balli bo'lgan fizika matematikadan. Muzeyshunoslik muzey predmetlar ekspertizasi va konservatsiyalash va ta'mirlash, konservatsiyalash to'g'ri aytibman, 71.8 bo'lgan. Tarix ona tilidan imtihon. Qiymat injiniringi, ko'chmas mulk boshqarish matematika fizikadan imtihon 59.1 bo'lgan kirish balli. Qurilish muhandisligi 56.7 eng past kirish balli bo'lgan matematika fizikadan. Xo'p, qurilish muhandislik ko'rdik. Shahar qurilishi va loyihalash 69 bo'lgan matematika fizikadan. Keyingi universitetga o'tamiz. Toshkent axborot texnologiya universiteti Samarqand filiali. Bu hali ham bormi bu? Qo'shilmaganmi? Axborotni o'qib beraveramiz o'tgan yilgi ballar. TATUda Samarqand filiali. Axborot texnologiya tizimlari matematika fizikadan 74,5 ball bo'lgan kirish balli. Axborot xavfsizligi 118.1 bo'lgan matematika fizikadan. Dasturiy injiniring 83 bo'lgan matematika fizikadan. Iqtisod yo'nalishi 117.4 bo'lgan matematika chet tilidan imtihon. Kompyuter injiniring 59.8 bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Masofaviyni ko'rib oldim, 1000 ball uzr 63 bo'lgan. Bu ham joy ko'rmas ekanda, juda past ekan ball. Sun'iy intellekt yo'nalishi 76 bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Xo'p, telekommunikatsiya texnologiyalari 63 bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Xo'p, keyingi universitetga o'tamiz. Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali. Amaliy matematika 57.1 bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Biologiya 114.6 bo'lgan biologiya kimyodan imtihon. Boshlang'ich ta'lim 116.1 bo'lgan ona tili matematikadan imtihon. Jismoniy madaniyat bu ijodiy bo'ladi. Kimyo 56.9 bo'lgan kimyo matematikadan imtihon. Maktabgacha ta'lim 72.6 bo'lgan biologiya ona tilidan imtihon. Matematika 76.9 bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Musiqa ijodiy bo'ladi to'liq. O'zbek tili adabiyoti 139.9 bo'lgan kirish balli, ona tili chet tilidan imtihon. Pedagogika 86.2 bo'lgan kirish balli, tarix ona tilidan. Psixologiya 69.5 bo'lgan biologiya ona tilidan imtihon. Tarix 66.1 bo'lgan tarix geografiyadan imtihon. Texnologik ta'lim 59.2 bo'lgan fizika matematikadan imtihon. Ingliz tili, xorijiy til va adabiyotdan 148.3 bo'lgan. Past bo'lgan ekan. Endi Qo'rg'ontepa demak, Kattaqo'rg'on filiali bu. Samarqand davlat universiteti Samduni, Kattaqo'rg'on filiali ekan. Samduni Urgut filialiga kiramiz endi. Axborot texnologiya tizimlari 63.4 ball bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Biologiya 125.7 bo'lgan biologiya kimyodan imtihon. Maktabgacha ta'lim 113.7 bo'lgan ona tili matematikadan imtihon. Buxgalteriya hisobi 95.5 bo'lgan matematika chet tilidan imtihon. Geografiya 62.8 bo'lgan geografiya matematikadan imtihon. Kimyo 60 bo'lgan kimyo matematikadan imtihon. Maktabgacha ta'lim 76 bo'lgan biologiya ona tilidan imtihon. Matematika 92 ball bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Bu o'zbek tili adabiyotman 138.1 bo'lgan eng past kontrakt kirish balli bu, o'tish balli ya'ni.
Ona tili chet tilida imtihon. Rus tili 73 bo'lgan. Ona tili tarixda imtihon. Ingliz tili 164 bo'lgan. Xo'p, keyingi universitet Samarqand davlat veterinariya, meditsina, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti. Agronomiya 78 bo'lgan, biologiya, kimyoda imtihon, biotexnologiya 176 bo'lgan, biologiya, kimyoda imtihon, buxgalteriya hisobi 79 bo'lgan, matematika, chet tilida imtihon, dorivor o'simlik yetishtirish, qayta ishlash texnologiyasi 86 bo'lgan, biologiya, kimyoda imtihon, ekologiya yo'nalishi 65 bo'lgan, kimyo, biologiyada imtihon, iqtisodiyot 87 bo'lgan, matematika, chet tilida imtihon, menejment 77 bo'lgan, matematika, chet tilida imtihon, oziq-ovqat texnologiyalari 64 bo'lgan, kimyo, biologiyadan imtihon, qishloq xo'jaligi ekinlar seleksiyasi, urug'chilik 75 bo'lgan, biologiya, kimyodan imtihon, suv bioresurslari va akvakultura 75 bo'lgan, biologiya, kimyodan imtihon, texnologik jarayonlar ishlab chiqarish, avtomatlashtirish 56 kirish balli bo'lgan, fizika, matematikada imtihon, eng past kirish balli, veterinariya, farmatsevtikasi 101 bo'lgan, biologiya, kimyoda imtihon, veterinariya meditsinasi 71 bo'lgan, biologiya, kimyodan, veterinariya sanitariya ekspertizasi 73 bo'lgan, biologiya, kimyoda imtihon, zooinjineriya bu ham biologiya, kimyodan 71 bo'lgan, eng past kirish balli. Tak, keyingi universitetga o'tamiz. Hmm, Samarqand agro innovatsiyalar va tadqiqotlar instituti. Hali oldinda to'rtta universitetimiz bor. Agrokimyo, tuproqshunoslik 85 bo'lgan, biologiya, kimyoda imtihon, axborot texnologiya tizimlari, matematika, fizikada imtihon 62 bo'lgan. Biznesni boshqarish 72 bo'lgan, matematika, chet tildan. Buxgalteriya hisobi 83 bo'lgan, matematika, chet tildan. Dorivor o'simlik yetishtirish, qayta ishlash texnologiyasi, biologiya, kimyodan 87 bo'lgan. Iqtisodiyot 87 bo'lgan, matematika, chet tildan imtihon, meva sabzavotchilik, uzumchilik 88 bo'lgan, biologiya, kimyoda imtihon, o'simlik himoyasi va karantini 59 bo'lgan, kimyo, biologiyada imtihon, qishloq xo'jaligi seleksiya, urug'chilik 75 bo'lgan, biologiya, kimyoda imtihon, qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash 56 bo'lgan, eng past kirish balli matematika, fizikadan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash texnologiyasi 56 eng past kirish ballaridan bo'lgan, bu ham kimyo, biologiyadan, veterinariya sanitariya ekspertizasi biologiya, kimyodan 76 ball bo'lgan kirish balli. Keyingi universitetga o'taman. Xorijiy davlat chet tillari instituti, Payariq xorijiy tillar fakulteti. Bunda ingliz tili 157 bo'lgan ekan kirish balli, rus tili 182 bo'lgan, xorijiy til adabiyoti bo'yicha ingliz tili 155 bo'lgan kirish ballari. Xo'p, keyingi universitetga o'tamiz. Samarqand bo'yicha. Samarqand davlat chet tillar instituti, Narpay xorijiy tillar fakulteti. Ingliz tili 162 bo'lgan, rus tili 159 bo'lgan, xorijiy til adabiyoti bo'yicha ingliz tili 158 bo'lgan. Hop, keyingi universitet Samarqand agro-innovatsiyalar tadqiqotlar instituti. Bu nimagadir 2 marta keldi. Bu saytda xatolik bo'lsa kerak. Buni ko'rdik, o'qidik. Samarqand davlat universiteti agro biotexnologiya, oziq-ovqatlar xavfsizligi instituti. Hop, bu ham nimagadir chiqmadi, bilmadim. Menimcha ko'rib bo'libmiz hammasini Samarqand viloyati bo'yicha. Fikringlar bo'lsa qoldiringlar. Keyin siz masalan menga Samarqand emas, Surxondaryo kerak yoki Qashqadaryo universitetlari kerak desanglar, Surxondaryo viloyati universitetlari yoki Samarqand davlat Qashqadaryo viloyati universitetlari deb yozib ketsanglar, shu har bir viloyat bo'yicha videolar qilyapman va shu o'ziga kerakli viloyat videolarini tashlab beraman sizga. Videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.